Janob Rasululloh qiyomatdan oldin katta alomatlardan 10 tasi bo'lmaguncha qiyomat bo'lmaydi ta'kid qilgan ekanlar. Qiyomatdan oldin bir bahaybat yer hayvoni paydo bo'lar ekan. Safo tog'ini oldidan chiqish kerak deyiladi. Yerdan katta bir bahaybat hayvon, dobbatul arz, yer hayvonini chiqishi qiyomatning birinchi alomatlardan, katta alomatlardan bittasi ekan. Qiyomatning ikkinchi alomati o'zini botadigan joydan quyoshni chiqishligi. O'zi botadigan joydan quyoshni chiqib keladigan kuni qiyomatning alomatlaridan, katta alomatlardan bittasi ekan. Dajjolni chiqishi. Dajjol degan so'zning lug'atdagi ma'nosi o'ta aldoqchi. Dajjolni bir ko'zi ko'r bo'ladi. Qochi jingalay bo'lgan holatda, ko'zi bo'rtib chiqib o'ynab turadigan, peshonasidan ortiqcha bir go'sht o'sib chiqqan holatda bo'ladi. Dajjol juda ko'pchilik odamlarni aldab qo'yadi. Odamlarni ko'pi Dajjolga iymon keltirishadi. Ko'pchilikni o'rtasida buzg'unchilik qiladigan bir davr mana shu Dajjolni chiqqan paytida bo'ladi. Bundan ogoh bo'linglar. Payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlar. Dajjol odamlarni aldab, fitna fasod qilib turgan paytda Iso alayhisalom ikkita farishtani qanotiga qo'llarini qo'ygan holatda Allohning amri bilan yer yuziga tushar ekanlar. Bobil Ludda degan joy. Ludda degan bir eshikni oldida Dajjolni topib o'ldirar ekanlar. Shu paytda Yajuj Majujni Alloh yuborib qo'yar ekan. Yajuj Majuj qavmi selday bosib kelar ekan, shunchalik ko'p bo'lar ekan. Shunda paytda Iso alayhisalomga Alloh amr qilar ekanki, ummatlaringni, qavmlarni olib tog'ning tepasiga chiqishliklar. Tur tog'ini tepasida jon saqlab turishlik payt bo'lar ekan. Juda ham og'ir payt bo'lar ekan, qamalda bo'lib qolishar ekan. Shunda bir alomatlar bo'lar ekanki, bir tutun paydo bo'lar ekan. 40 kun davomida bu tutun odamlarni dimog'iga kirib, kofirlarni bo'g'ib qo'yadigan holatda, mo'minlarni bir tumovday o'tadigan holatda tutun 40 kun paydo bo'lish. Undan keyin 3 ta joyda qattiq yer yutish bo'lar ekan. Birinchisi mag'ribda, ikkinchisi mashriq deyiladi, uchinchisi arab jaziralaridan bo'lgan bir mamlakatda yer yutar ekan. Oxirgi qiyomatning alomati, katta alomatlari Yaman tomondan, Adan degan shahardan bir o't chiqadi. Katta bir o't, olov yonib keladi. Mahshargacha odamlarni quvib keladigan holatda bo'ladigan o'tni balosi keladi. Bu ham qiyomatning alomatlaridan bittasi deb marhamat qilinadi.